Pensiyani plastik kartaga oladigan barcha pensionerlar iltimos bu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki bu masala nafaqat pulni qachon olish, balki pensiya to'lovining kechikmasligi, karta bloqlanib qolmasligi, bank yoki pensiya jamg'armasi bilan muammo chiqmasligi, eng muhimi o'z haqingizni yo'qotib qo'ymaslik bilan bog'liq. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Pensiyani kartaga olishda nimalar o'zgardi? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Qaysi xatolar ko'p uchraydi va pensioner o'zini qanday himoya qilishi kerak? Kanalga hozir obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd shaklda olardi. Ba'zi joylarda pochtachi uyma-uy yurib pensiya tarqatardi. Ayrim pensionerlar esa belgilangan kunda pochta bo'limiga borib pulni olardi. Bu usulning bir tomondan qulay joyi bor edi. Keksa inson pulni qo'liga olar, hisob kitobini darrov ko'rar, bankomat izlab yurmas edi. Lekin muammo ham ko'p edi. Masalan, pochtachi keladigan kunni kutish kerak bo'lardi. Uyda bo'lmasa to'lov kechikardi. Ba'zan mayda pul muammosi bo'lardi. Ayrim hollarda navbat hujjat tekshiruvi, ishonchnoma bilan bog'liq tushunmovchiliklar yuzaga kelardi. Hozir esa pensiyani bank kartasiga o'tkazish amaliyoti kengaydi. Ya'ni pul pensiya jamg'armasi tomonidan tegishli bank hisob raqamiga yuboriladi. Pensioner esa kartasi orqali bankomatdan naqd pul yechadi, do'konda to'lov qiladi yoki yaqinlariga o'tkazma qiladi. Bu tizimning qulay tomoni shuki, pul kartaga tushgandan keyin uni o'sha kuni ham, keyingi kun ham ishlatish mumkin. Karta yo'qolmasa, parol oshkor qilinmasa va hisob faol bo'lsa, pensioner pulini oson boshqaradi. Lekin mana shu joyda eng muhim masala boshlanadi. Karta orqali pensiya olish degani faqat pul kartaga tushadi degani emas. Bu yerda bank kartasining amal qilish muddati, karta kimning nomida ochilgani, pensioner tirikligi va haqiqatan pensiyani olayotgani tasdiqlanishi. Bank ma'lumotlari pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar bilan mos kelishi, telefon raqam bog'langanmi yoki yo'qmi, karta bloklanganmi yoki ishlayaptimi? Bularning hammasi ahamiyatli. Birgina kichik xato sababli pensiya bir oy kechikishi, qayta rasmiylashtirish talab qilinishi yoki pul vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Men ko'p ko'radigan holat shuki, pensioner kartasining muddati tugaganini bilmaydi. Masalan, kartaning old tomonida 25-24 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil may oyigacha amal qilgan bo'ladi. Muddati o'tgan kartaga ayrim hollarda pul tushishi mumkin, lekin undan foydalanish cheklanadi yoki bank operatsiyani to'xtatadi. Pensioner bankomatga boradi, karta ishlamaydi. Keyin pensiyam tushmabdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tushgan, lekin karta muammoli. Shuning uchun men har doim birinchi navbatda kartaning amal qilish muddatini tekshirishni maslahat beraman. Endi kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi guruh pensiyasini bank kartaga yangi o'tkazgan pensionerlar. Agar siz yaqinda ariza yozib pensiyani kartaga olishni boshlagan bo'lsangiz, birinchi 2 oyda to'lov sanasini, bank hisob raqamini va karta holatini albatta nazorat qiling. Chunki ma'lumot kiritishda familiya, ism, otasining ismi, pasport yoki ID karta raqami, JSHR raqami, bank MOC yoki karta hisob raqamida xatolik bo'lsa, to'lov qaytishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas, lekin pul sizga yetib kelish kechikadi. Masalan, bir pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. U naqd to'lovdan kartaga o'tishga ariza beradi. Bankda karta ochiladi, lekin pensiya jamg'armasiga yuborilgan hisob raqamida bitta raqam noto'g'ri yoziladi. To'lov kuni keladi. Tanishlari pensiyasini oladi. Bu insonniki esa tushmaydi. U bankka boradi. Bank bizga pul kelmagan deydi. Pensiya bo'limiga boradi, u yerda to'lov jo'natilgan, lekin qaytgan deyishadi. Natijada xatoni tuzatish, qayta ariza berish, ma'lumotni yangilash kerak bo'ladi. Agar pensioner buni erta aniqlasa, muammo tezroq hal bo'ladi. Agar bir necha hafta kutib yursa, o'ziga qiyin bo'ladi. Ikkinchi guruh kartasidan o'zi foydalanmaydigan pensionerlar. Juda ko'p oilalarda otaxon yoki onaxon pensiya kartasini farzandi keliniga, nabirasiga berib qo'yadi. Men buni hayotiy holat sifatida tushunaman. Chunki ayrim pensionerlar bankomatdan foydalanishga qiynaladi. PIN kodni eslab qola olmaydi, ko'zi yaxshi ko'rmaydi yoki navbatda turishga holati yo'q. Lekin huquqiy va amaliy jihatdan juda ehtiyot bo'lish kerak. Karta egasi pensionerning o'zi hisoblanadi, PIN kodni boshqalarga aytish xavfli. Pul yechib olingandan keyin men rozilik bermagan edim degan nizolar chiqsa, bank har doim ham yordam bera olmaydi. Chunki karta va PIN kod ishlatilgan bo'ladi. Masalan, onaxonning pensiyasi 900.000 so'm.
nabirasi har oy bankomatdan yechib beradi. Bir oy u 900 ming emas, 7 ming so'm olib keladi va bankomat komissiya ushladi deydi. Aslida bankomat bunday katta komissiya ushlamagan. Qolgan pul boshqa xarajatga ishlatilgan bo'lishi mumkin. Onaxon telefoniga SMS kelmaydi. Mobil ilova yo'q, chek saqlanmagan. Mana shunda isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun pensionerning o'zi foydalana olmasa ham, kamida SMS xabarnoma ulansin, har bir yechimdan keyin chek olinsin, oila ichida ochiq hisob kitob qilinsin. 3-guruh chet elga yoki boshqa viloyatga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Agar pensioner doimiy yashash manzilidan uzoqda bo'lsa, pensiya to'lovi bilan bog'liq xabarlarni o'z vaqtida bilmay qolishi mumkin. Ayrim hollarda pensiya organlari ma'lumotni yangilash, shaxsni tasdiqlash yoki hujjatlarni tekshirishni talab qilishi mumkin. Agar pensioner vaqtida murojaat qilmasa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi ehtimoli bor. Bu ham darrov pensiyadan mahrum bo'ldi degani emas. Lekin tekshiruv tugamaguncha pul tushmasligi mumkin. 4-guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu turdagi to'lovlarda hujjat muddati, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, oilaviy holat, qaramog'idagi shaxslar haqidagi ma'lumotlar muhim bo'ladi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'yindaqish yoshdan oshgan bo'lsa, o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Agar bunday ma'lumot o'z vaqtida berilmasa, karta ishlab turgan bo'lsa ham pensiya tushmasligi mumkin. Demak, muammo kartada emas, pensiya huquqini tasdiqlovchi hujjatda bo'ladi. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi kerak? Agar sizning kartangiz faol bo'lsa, amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, pensiya har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, bankdan SMS xabar kelayotgan bo'lsa va siz pulingizni nazorat qilayotgan bo'lsangiz, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men har bir pensionerga oyda bir marta kartasini, balansini, SMS xabarlarini va bankdan kelgan ogohlantirishlarni ko'rib chiqishni maslahat beraman. Raqamli misol bilan tushiraman. Aytaylik, siz 1 million 500 ming so'm pensiya olasiz. Har oyning 10 sanasi atrofida pul tushadi. Siz 10 kuni tekshirdingiz, pul yo'q. Bu zahoti xulosa chiqarmang. Ba'zan to'lovlar hudud, bank texnik jarayon va dam olish kunlariga qarab 3 kun silishi mumkin. 1 yoki 13 kuni ham tushmasa, avval bank balansini tekshiring. Bankomat, mobil ilova, bank kol markazi yoki filial orqali hisobni ko'ring. Agar bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar bank pul kelgan, lekin karta bloklangan desa, masala bankda hal qilinadi. Yana bir hayotiy holat. Pensioner eski pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan. Pensiya jamg'armasida yangi ma'lumot bor, bankda eski ma'lumot turibdi. Ba'zi operatsiyalarda moslik tekshirilganda muammo chiqadi. Shuning uchun pasport, ID karta, familiya o'zgarishi, yashash manzili o'zgarishi, telefon raqami almashtirilishi kabi holatlarda bankka ham, pensiya bo'limiga ham ma'lumotni yangilash kerak. Endi qoidalardagi istisnolar ko'p ko'rinmaydigan nozik jihatlar va xavfli tuzoqlar haqida gapiraman. Birinchi nozik masala, karta bilan hisob raqami bir xil narsa emas. Ko'pchilik kartam yo'qoldi, demak pensiyam ham yo'qoldi deb o'ylaydi. Yo'q, karta bu hisob raqamiga kirish vositasi. Agar karta yo'qolsa, darhol bankka murojaat qilib kartani bloklatish va yangisini chiqarish kerak. Hisobingizdagi pul saqlanib qoladi. Lekin agar PIN kodni ham karta bilan birga yozib qo'ygan bo'lsangiz va kimdir pulni yechib olsa, uni qaytarish ancha qiyin bo'ladi. Ikkinchi nozik masala ishonchnoma. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa yoki pensiyasini boshqa odam olishni istasa, buni og'zaki kelishuv bilan emas, qonuniy rasmiylashtirilgan ishonchnoma orqali qilish to'g'riroq. Ishonchnoma notarial tartibda berilishi mumkin. Ayrim holatlarda qonunchilikda belgilangan boshqa tartiblar ham bo'lishi mumkin. Ishonchnomada kimga, qanday vakolat berilayotgani, pul olish huquqi bormi, bank operatsiyasini bajarish huquqi bormi, muddati qancha? Bular aniq ko'rsatilishi kerak. Chunki o'g'lim oladi, qizim biladi degan gap nizoli vaziyatda yetarli hujjat bo'lmaydi. Uchinchi nozik masala bank komissiyalari. Ko'p pensionerlar kartadan pul yechganda har doim bepul deb o'ylaydi. Aslida bu bank karta turi, bankomat qaysi bankka tegishli ekani va operatsiya turiga bog'liq bo'lishi mumkin. O'z bankingiz bankomatdan yechsangiz bir sharti, boshqa bankomatdan yechsangiz boshqa shart bo'lish ehtimoli bor. Masalan, 1 million so'm yechmoqchisiz, lekin boshqa bank bankomatida ma'lum foiz ushlanishi mumkin.
bu katta bo'lmasligi mumkin, lekin har oy takrorlansa yil davomida sezilarli summaga aylanadi. Shuning uchun pensioner o'z bankidan aniq so'rash kerak. Pensiya kartasidan naqd pul yechish komissiyasi qancha? Qaysi bankomatlarda bepul limit bormi? Bir kunda qancha yechish mumkin? 4-nozik masala firibgarlik. Men buni alohida ogohlantiraman. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan telefon orqali kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodni, PIN kodni so'ramasligi kerak. Agar kimdir qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz blok bo'ldi, hozir kodni ayting, ochib beramiz desa, bu juda katta xavf belgisi. SMS kodni aytdingizmi, pulingizni yo'qotishingiz mumkin. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Firibgarlar aynan shundan foydalanadi. Ular o'zini bank xodimi, ijtimoiy yordam bo'limi, pensiya nazorati, hatto mahalla vakili deb tanishtirishi mumkin. Men maslahat beraman. Hech qachon kod aytmang, shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qayta qo'ng'iroq qiling. 5-masala pensioner vafot etgandan keyingi holat. Bu juda nozik, lekin aytishim shart. Pensiya faqat huquqi bor shaxsga to'lanadi. Agar pensioner vafot etsa, bu haqdagi ma'lumot tegishli organlarga rasmiy ravishda yetib boradi va keyingi to'lovlar to'xtatilishi kerak. Ba'zan oila a'zolari karta qo'lda turgani uchun keyingi oy tushgan pulni yechib oladi. Keyinchalik bu ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda oila a'zolari bank va pensiya bo'limi bilan qonuniy tartibda gaplashishi, dafn puli, meros yoki boshqa to'lovlar bo'yicha alohida tartibni so'rashi kerak. Karta borligi puldan istalgancha foydalanish huquqini bermaydi. 6-nozik masala qarzdorlik va majburiy undirish. Ayrim pensionerlarning kredit qarzi, aliment qarzi, sud qarori bo'yicha majburiyatlari yoki boshqa ijro hujjatlari bo'lishi mumkin. Bunday holatda bank kartasiga tushgan mablag'dan ushlab qolish masalasi yuzaga keladi. Qonunchilikda pensiyadan ushlab qolish miqdori va tartibi bo'yicha cheklovlar bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda pensioner ko'pincha nima uchun pul kam tushganini tushunmaydi. Masalan, har oy 1.300.000 so'm oladigan pensioner kartasiga 900.000 so'm tushganini ko'radi. U bankni ayblaydi. Aslida sud ijrochi orqali ma'lum ushlab qolish bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda bankdan hisobvaraq ko'chirilmasi, pensiya jamg'armasidan to'lov ma'lumoti va ijro organidan qaror nusxasini so'rash kerak. 7-masala karta balansini noto'g'ri tushunish. Bankomatda mavjud summa va hisobdagi summa kabi turli ko'rsatkichlar bo'lishi mumkin. Ba'zan oldingi oyda qolgan pul, yangi tushgan pensiya, yechilgan summa, komissiya va vaqtincha bloklangan summa bir-biriga aralashib ketadi. Pensioner mening pensiyam kamayibdi deb o'ylaydi. Aslida u oldingi xarajatlarni unutgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har oy pensiya tushgan kuni chekni saqlash, katta xarajatlarni yozib borish foydali. Bu ayniqsa farzandlar karta bilan yordam beradigan oilalarda juda muhim. 8-masala. Kartani yangilaganda pensiya avtomatik tushaveradimi degan savol. Ko'p hollarda bank ichida karta yangilansa, hisob raqam o'sha qolishi mumkin va pensiya tushishda davom etadi. Lekin har doim ham shunday bo'ladi deb o'ylash xato. Agar yangi karta bilan yangi hisob ochilsa yoki bank almashtirilsa, pensiya jamg'armasiga yangi rekvizitlar berilishi kerak. Shuning uchun kartani yangilaganingizda bank xodimidan aniq so'rang. Pensiya tushadigan hisob raqam o'zgardimi yoki yo'qmi? Agar o'zgargan bo'lsa, menga rekvizit bering, men pensiya bo'limiga topshiraman deb talab qiling. Endi pensioner aniq nima qilishi kerak? Buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, kartangizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Old tomonda oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugashiga 1-2 oy qolgan bo'lsa, bank oldidan boring, oxirgi kunga qoldirmang. Chunki bayram kunlari, dam olish kunlari yoki bankdagi navbat sababli karta vaqtida tayyor bo'lmasligi mumkin. Pensiya kuni kelganda esa asabiylashib yurmaslik uchun buni oldindan hal qilgan yaxshi. Ikkinchi qadam, bankdagi telefon raqamingiz to'g'riligini tekshiring. Agar SMS boshqa odamning telefoniga ketsa, siz pul harakatini ko'rmaysiz. Telefon raqami yo'qolgan, SIM karta boshqa odam nomida, eski raqam ishlamay qolgan bo'lsa, bankka borib yangilang. O'zingiz ishlatadigan raqamni ulang. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa yoki telefondan foydalana olmasangiz, ishonchli farzandingiz bilan birga tekshiring, lekin SMS kod va PIN kodni baribir himoya qiling. 3-qadam, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa,
pasportingiz ID kartaga almashgan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nogironlik bo'yicha hujjatingiz muddati yaqinlashgan bo'lsa, o'qish ma'lumotnomasi talab qilinadigan holda bo'lsa, bularni vaqtida yangilang. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qilasiz. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank rekvizitlari, telefon raqami kerakli qo'shimcha hujjatlarni olib boring. 4-qadam. Bankdan hisob varaq rekvizitini oling. Agar pensiyani yangi kartaga yoki yangi bank o'tkazmoqchi bo'lsangiz, shunchaki karta raqamini aytish yetarli bo'lmasligi mumkin. Bank sizga hisob raqam, bank nomi, MFO, STIR kabi rekvizitlarni berishi mumkin. Pensiya to'lovi uchun qaysi ma'lumot kerakligini pensiya bo'limidan aniqlang. Hujjatni topshirgandan keyin qabul qilin degan tasdiqni so'rang. Ariza nusxasi yoki ro'yxatga olingan raqam bo'lsa, keyin murojaat qilganda ancha oson bo'ladi. 5-qadam pensiya tushmagan kuni vahima qilmasdan tekshiruv ketma-ketligini bajaring. Avval balansni tekshiring, keyin bankka qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Bankdan pul kelganmi? Karta bloklanganmi? Hisob faolmi? Qandaydir ushlab qolish bormi deb so'rang. Agar bankda muammo bo'lmasa, pensiya bo'limiga boring. U yerda mening falon oy pensiya to'lovim qachon jo'natilgan? Qaysi hisob raqamiga yuborilgan? Qaytganmi yoki yo'qmi deb aniq savol bering. Umumiy pensiyam qani degandan ko'ra aniq savol tezroq natija beradi. 6-qadam, kartangizni himoya qiling. PIN kodni qog'ozga yozib kartaning yonida saqlamang. SMS kodni hech kimga aytmang. Bankomat oldida begona odam yordam taklif qilsa ehtiyot bo'ling. Agar yordam kerak bo'lsa, bank filialidagi rasmiy xodimga murojaat qiling yoki o'zingiz ishonadigan yaqin inson bilan boring. Bankomat chekini kamida pensiya pulini to'liq olguncha saqlang. Agar bankomat pul bermay, lekin hisobdan yechilgan bo'lsa, chek vaqt bankomat manzili va summa bilan bankka yozma murojaat qiling. 7-qadam, ishonchli odam orqali ish yuritsangiz, hujjatni to'g'ri qiling. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, yurishga qiynalsa, bankka bora olmasa, oila a'zosi uning nomidan hamma ishni og'zaki bajarmasligi kerak. Notarius, bank va pensiya bo'limidan qonuniy tartibni so'rang. Ishonchnoma muddati tugamaganini tekshiring. 1 yil oldin berilgan ishonchnoma bugun ham amal qiladimi? Unda aynan bankdan pul olish vakolati yozilganmi? Bular muhim. Hujjat to'g'ri bo'lsa, keyingi kelishmovchiliklar kamayadi. 8-qadam, har oy kichik daftar tuting. Bu eski usuldek tuyulishi mumkin, lekin juda foydali. Daftarga pensiya tushgan sana, tushgan summa, yechilgan summa, kim yechgan, nima uchun sarflanganini yozing. Masalan, eng yanvar kuni 1.400.000 so'm tushdi. 1 yanvar kuni 800.000 so'm naqd olindi, 200.000 so'm dori. 300.000 so'm oziq-ovqat, 7.000 so'm kommunal to'lov. Shu oddiy yozuv oilada ham, bank bilan masalada ham aniqlik beradi. 9-qadam, agar pulingizdan noqonuniy yechim bo'lgan deb o'ylasangiz, vaqtni cho'zmang. Darhol bankka murojaat qiling, kartani bloklating, yozma ariza bering, operatsiyalar ko'chirmasini oling. Agar firibgarlik alomatlari bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Balki qaytib tushar deb kutish noto'g'ri. Bank operatsiyalarida vaqt muhim. Qancha erta murojaat qilsangiz, tekshirish imkoniyati shuncha yaxshi bo'ladi. 10-qadam, yaqinlaringiz bilan gaplashing. Uyda pensioner bo'lsa, farzandlar, kelin-kuyovlar, nabiralar bitta narsani tushunishi kerak. Pensiya bu pensionerning shaxsiy daromadi. U keksalikda dori-darmon, oziq-ovqat, kiyim-kechak, kommunal to'lov va shaxsiy ehtiyojlar uchun beriladi. Pensioner bilmagan holda kartadan foydalanish, pulni yashirish, keyin beraman deb olib qo'yish axloqan ham, huquqan ham noto'g'ri. Agar oila pensionerga yordam bermoqchi bo'lsa, eng to'g'ri yo'l ochiq hisob-kitob, chek, SMS va rozilik bilan ish qilishdir. Men yana bir muhim narsani aytaman. Pensiyani kartaga olish zamonaviy va qulay usul, lekin bu pensioner hamma narsani bankka topshirib qo'yadi degani emas. Siz o'z kartangiz egasiz, o'z pensiyangiz egasiz. O'z hujjatlaringiz uchun javobgarsiz. Bank texnik xizmat ko'rsatadi. Pensiya jamg'armasi to'lovini tashkil qiladi, lekin ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lishi, karta ishlashi, xavfsizlikka rioya qilinishi sizning manfaatlaringiz uchun zarur. Bugun men pensiyani kartaga oladigan pensionerlar bilishi shart bo'lgan eng muhim masalalarni tushuntirdim. Karta muddati, bank rekvizitlari, SMS xabarnoma, ishonchnoma, komissiya, firibgarlik, hujjat yangilash va pensiya tushmasa nima qilish kerakligi. Eng asosiy qoida shuki, pensiya kartaga tushayotgan bo'lsa ham, uni nazoratsiz qoldirmang. Har oy tekshiring, hujjatlaringizni yangilang,
PIN kod va SMS kodni himoya qiling. Muammo bo'lsa, bank va pensiya bo'limiga aniq savollar bilan murojaat qiling. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyani kartaga olayotgan bo'lsa, bu ma'lumotni ularga ham yetkazing. Izohlarda yozing. Siz pensiyani kartaga olasizmi? Pul vaqtida tushyaptimi? Bankomat yoki karta bilan muammo bo'lganmi? Fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi muhim ijtimoiy pensiya va nafaqa mavzularini o'tkazib yubormang.